ichagingizdagi eng uzun ya'niki cho'chqa stependini, bichi stepen deydimi? Uzunini bor. Qurtlarni tushirmoqchi bo'lsangiz, g'irttekinni aytaman. 50 gram yangi novda bo'ladi-ku, anordi novdasi. Tushundingiz, xullas, novdasi. O'shani hammasini olasizda, ya'niki 50 gramini olasiz. Qarang, 50 gram olasizda 2 stakan suvga, ya'niki 400 gram iliq suvga 6 soat ivitib qo'yasiz. Xo'p deng. Aytdingizmi? 6 soat. Kechqurun qo'ying, ertalabgacha tursin. O'sha 400 gramni keyin qaynatasiz to 200 gram bo'lib qolguncha. Tasavvur qildingizmi? Tasavvur qildingiz. Xo'sh, qaynatasiz. Undan keyin boyagini suzib olib, o'sha 200 gramda 1 soatning ichida qultumlab ichib tashlaysiz. Xo'p deng. Tak. Ana undan keyin yarim soat o'tgandan keyin ichib bo'ldingiz. Ertalab 7 ga boshladingiz. Ichib bo'ldingiz. Undan keyin ichib ketadigan doridan bosing. Ja bo'lmasa magniy sulfat yoki sano choyi bor-ku, o'shani ichib oling. Ya'niki ichganingizdan keyin mana shu eng uzunini tushiradi bu, uzunini. Glavni o'sha eng uzunini tushiradi. Ichib ketadigan surdirib yuboring. Tushundingizmi? Eng uzuri o'sha. Tushiradi. Tushundingizmi? Ana yoki aptekadan bo'yaga magniy sulfat deydimi, o'shani urib oling yarim soatdan keyin. Bir haftaga bir marta qiling shuni. Uzunini tushsin, ko'ringlar-da. Kelishdikmi?